Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga shanba 22-avgust Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat ili yangi, eski har xillaridan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishdi. Kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa avtomobil kerak bo'lsa kommentariyaga yili bilan nomini yozib qoldiringlar. Bugungi video roligimiz 2020-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdan boshlayapmiz. Buni navrotlari ham bor deyapsiz aka. Yurgani 156 ming. Motor ходовой korobka qanaqa? Juda go'zal mashina. 4-paketli metallari bor. Rasxoti yo'q, xudo xolasa. 4-paysa Cobalt diskga qo'yilgan. Polni shumka qilinganmi? Polni shumka qilingan. Mersro. Bunga olyapsiz, to'g'rimi? Aqua printlar qilingan ekan. Tomigacha shumka. Og'irligini qarang. Metallari bor. 2020 156 ming yurgan kraskasi. 25%. 25%. 100 aka. Nech pul qo'yaylik aka? 7200 beramiz. 7200 dollar kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi aka? Kelishyapti. Bank so'ragani yurmadi, iloji boricha ham Naq pulga. Generalni bo'laveradi lekin. keyin chiqadi. 1-2 yetmay qolsa o'zingiz bilan kelishsa ham bo'ladi. Telefon nomeringiz 90 759 759 7017 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2020 navbatdagi Nexia 3'imiz mexanikami, avtomatmi? Avtomat korobka. Qancha yurdi bu? 106 ming. 106 ming yurgan, 4-paketli metan gazlari bor. Motor ходовой korobka. Ishi yo'q. Balonlari, yumshoq balonlari. Salon holatlarini ko'ringlar. Yaxshi. Metan gazlari bor. 106 ming yurgan dedingizmi? 106 ming yurgan 2020 4-paysada. Kraskalari qayerda buni? Yengil kapot bilan kiringlarda 2 depetma bor. Bu nech pul qo'yaylik buni aka? 7200 qo'yaylik. 7200 kami bor a? Bor. Generalni chiqadi. Chiqadi. Variantga bermaysizlar? 56 ming bo'lsa 3 oyga cho'naramiz. Bo'l, nomeringiz 91 603 37 11 raqamiga murojaat qilasizlar. 2018 navbatdagi Nexia 3'imiz mexanika bu. Mexanika. 2018 mexanika, ABS bor, konditsioner bor. Bu Ravon aka. Ya'ni Euro variant. Metallari bor. Metallari. Qancha yurdi aka? Bu 206 ming yurdi. 206 ming yurgan 2018. Yaxshi. Orqada to'shaymi? Bolish u. Ha, bolish ekan. Daniyaga ketyapti ekan, qulab ketaveradi. Ha, bundan. 2018 mexanika 206 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraskasi mana shu ikkita krilo yengil ustiga. Tepa kapot toza. Bo'ldi, ikkita. Hop, rahmat aka. Nech pul qo'yaylik bu? Uni 6300 6300 gench ham? keyin chiqadi. 6300 kami ham bo'lishimi? Ozgina O'tib beramiz. Bo'ldi, telefon nomeringiz 90lik 90lik 770 770 0076. 0076 raqamiga murojaat. Sizdan telefon qilishsa, barakasiga o'tib beramiz. Bo'ldi. 2019 navbatdagi Nexia 3'imiz. Xo'p, avtomat korobka, 4-paysada. Bo'ldi aka, hozir. 2019 metani bor. 260 ming yuribdi. Massafa yumshoq balon. Shuma izolyatsiya qilingan. Rishak qo'yilgan, rul qo'yilgan, reflektor, chexol taqilgan. Yo'llari yangi. Metan gazi bor. 2019 260 ming yurgan avtomat korobka. Kraskasi Toza. toza. Narxi 70 dan chirib beradi. 7300 dan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari generalni bo'ladi? Libo hujjat. Xohlagani bo'laveradi. Variantga bermaysizlarmi? Berilaveradi.
Bir 50-60% puli borga imkoniyati bormi? Bo'ldi. Barter ham bor, a? Bor, barteram bor. Telefon raqamlaringiz 93 93 446 446 1991. 1991 raqamiga murojaat qilasizlar. 2019 4-pozitsiya avtomat korobka 260 km bosib o'tgan. 2019 navbatdagi Nexus'imiz 4 avtomat. 4 avtomat. Qancha yurdi aka? 179 yurdi. 179 ming yurdi. Metanlari bor. Xo'p, 179 ming yurgan 2019 4-pozitsiyada avtomat korobka. Mukasi yo'q. Shumkasi yo'q. Chexol taqibsizlar, a? Ha, qimmat chexol polilar shu. Qimmat chexoldan kovrik tashalgan, linoleum qilingan. Bo'ldi. Metan gazi 80 talimi buniki? 90 talik. Kichkinaroq ekan. Bu 75 65 talik. 65 talik ekan. Ha. Xo'p, 2019 179 ming yurgan avtomat korobka, metan gazlari bor. Kraskasi qayerda? Bir shapalab petnos bor mana mana. 15 sm atrofida. Bu. Xolos. Bu. Nech pul qo'yaylik aka? 72 ga qo'ying. 7200 ga. Generali beriladimi? Libo hujjat oladi. Variantga chiqarmayapsizlarmi? Beramiz. 3-4 ming pul boriga halol narsa ham qilaveramiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 97 lik. 97 999 999 8851. 8851 raqamiga murojaat qilasizlar. 2022 navbatdagi Nexus'imiz qora rangidan 91 ming yurgan dedim. 91 ming yurgan 2022 4-pozitsiyada avtomat korobka. Gaz qo'yilmaganmi? Benzinda. Motor ходовой korobka? Zo'r. Avtomobil 4-pozitsiyada aytib o'tganimizdek ichki holatdan ko'ringlar, yaxshi. Yo'q. 2022 91 ming yurgan avtomat gazi yo'q. Kraskasi Kapot kiriladi, xolos. kapotda kiriladi. 100 aka. Usiltalari o'zinikimi? O'ziniki. Nech pul qo'yaylik aka? 8300. 8300 kami bor. Kami bor. Gen chiqadi. Keyin chiqmaydi. Chiqmaydi. Varianti sotmaysiz. Barteri bor. Barteri bor demoqchi. Nomeringiz 77 77 279 279 1001. 1001. Aloqaga chiqarasizlar. Ommabop jentramiz ham bor. Navbatdagi Nexus'imiz 2020 bu. 2020 157 ming yurgan. Pulini yengilroq berar ekan akamiz, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar, nominglarga o'tkazib olasizlar ekan mashinani. Shunaqa mashinalar bo'lsa olganinglar yaxshi imkon qadar nominglarga o'tkazib oladi-da. Puli yengilligini emas. Texnik holati zo'r. Metan gazlari bor. Texnik holatdan muammo yo'q. 20% shu yonboshda kraskasi. 20% kraskasi bor ekan shu yonboshlarida. Konditsionerlar ishlab turibdi. Mana metanlari bor. 156 ming yurgan 2020. Nech pul qo'yaylik buni aka? Buni kechagi kuni 62 ga bermodim. 62 ga qilib beraylik. 62 ga. 6200 ga beraverasiz. Nomiga o'tkazib oladi. 2020 endi shuni hisobini olinglar azizlar. 6200 dollar. Diskalari qo'yilgan. Nasiyaga bermaysiz buni? Yo'q, buni ham. Faqat naqd pulga. Nomeringiz 90 kodi. 90 lik 572 572 33 33 raqamiga murojaat qilasizlar. 2022 navbatdagi Nexus'imiz 72 ming kilometr bosib o'tibdi. Nomeri ham 072 ekan. Xo'p. Gaz qo'yilmadimi ha? Yo'q, yo'q. Faqat benzinli. Tozami mashina? Yumshoq balon. Yumshoq balon, yangi. Salon holatlarini ko'ringlar azizlar. Mejigari bor. 906 mejgar pulti bor ekan. Hali gaz qo'yilmagan. 2022 72 ming yurgan. Kraskasi toza. Narxini nech pul qo'yaylik buni aka? 8800 dollar xayriga o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari libo hujjat bo'ladi, bankdan. Xohlagan hujjati bo'laveradi, bankka umuman aralashilmaydi. Mashinaga barter bor yoki naqd pul deyapsiz? Telefon raqamingiz. Yetmasa ham kelishaveramiz. Bo'ldi. Yetmay qolgan summalar bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri o'zi bilan kelishsanglar bo'lar ekan. Nomeringiz 94 515 515 77 22 raqamlariga murojaat qilasizlar.